Toif Arab davlatida Makkadan keyin ikkinchi katta shahar edi. U yerga Rasululloh o'zlarini tutingan o'g'illari Zayd bilan birga haqqa yordam beruvchilarni istab yo'l oldilar. Toifni baxtsiz boshliqlari esa ularni juda xunuk suratda qarshi oldilar. Gaplarga quloq ham solmasdan shahardan quvib chiqarishga buyruq berdilar. Allohdan qo'rqinglar. Axir Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar. Nasroniy? Minnadan. Buni u kishiga olib borib bering. Oyoqlardan qon oqyapti. Jim Robbilariga duo aytyaptilar. Ey buyuk Alloh, o'zingga quvvatimni zaifligidan va tadbirsizligimdan hamda odamlarga xor bo'lganligimdan faryod qilurmen. Ey hammadan mehribon zot, sen notavonlarni mehribonidirsen va mening Robbimdirsan. Meni kimga, yuzlarimni tirishtiradigan begonagami yoki meni ishlarimga molik qilgan dushmanlarga topshirursanmi? Agar sen mendan g'azabda bo'lmasang, bu ishlarga men aslo parvo qilmasmen. Va lekin seni ofiyating men uchun benihoya kengdir. Men seni tamom zulmatlarni yoritgan, dunyo va oxirat ishlarini durust etgan, menga g'azabingni tushishidan va menga xafalikni yetishishidan panoh olurmen. To rozi bo'lguningga qadar itoat qilishimga haqlidirsan. من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بالله. Toifdan ham umid qilib bo'lmaydi. Gapga quloq soladigan hech kim yo'q. Bugungi kun kabi alamli kun bo'lmasa kerak. Alloh taolo payg'ambarni duolarini qabul qildi. O'sha yili Yasirdan Makkaga hajga kelgan bir necha kishilar islomni qabul qilib bay'at berdilar. Kelasi yil esa Hazraj va Avs qabilasidan bo'lgan 70 dan ortiq kishi Quraysh mushriklariga bildirmasdan kechasi Rasulullohga tayin etgan joylarga kelishdi. Bu yerda ular Rasulullohga islomni qabul qilib bay'at berdilar. Rasulullohda agar shaharlarga borsalar, xuddi ahli ayollari va o'zlarini himoya qilishgandek, ularni himoya qilmoqlikka so'z berdilar. Ey qavm, sizlar arablardan iborat bo'lgan mushriklarni hammasiga qarshi bo'lish uchun bay'at beryapsizlar. Begona mu'minlar birodarlarimiz bo'ladilar deb so'z beryapsizlar. Kofirlar dushmanlarimiz bo'ladi deb so'z beryapsizlar. Agarchi og'a-inilarimiz bo'lsalar ham deb so'z beryapsizlar. Toshlardan yasab olgan haykallarni maydalab tashlash uchun, yog'ochlardan yasalgan butlarni sindirib, o'tga yoqish uchun so'z beryapsizlar. Ey qavm, agar mana shu ishlarga sabr va matonat bilan kurasha olishlikka so'z bering, va lekin o'z joningiz uchun qo'rqoqlik qilsangiz, unda so'z bermay qo'ya qoling. Sizni yuborgan zotga qasamki, yo Rasululloh, sizni xuddi o'z jonlarimizni, ahli ayollarimizni himoya qilganimizdek
himoya qilishlikka so'z beramiz. Ha, xuddi shunday so'z beramiz. Kimki so'zidan qaytsa, balolar ursin. Biz Hazraj va Avs qabilalari ansorlar Allohni hamda uning rasulini guvoh etib so'z beramizki, bizlar Rasulullohga quloq solib itoat qilamiz. Islomga mollarimiz bilan, jonlarimiz bilan, bolalarimiz bilan yordam bermoqqa so'z beramiz. Makkadan musulmon birodarlarimiz bizni shaharimizga tashrif buyursalar, qalblarimizdan va uyimizni to'g'ridan joy berishga so'z beramiz. G'alaba kuni yetib keldi. Makkadan muhojirlar zulmatdan nur sari intilib Madinaga jo'nay boshladilar. Ularning qalblarini yagona Allohning muhabbatigina birlashtirgandi. Muhojirlar ichida Usmon ibn Affon, Umar ibn Hattob, Ubaydatul Jarroh va boshqa eng avvalgi iymonga kelgan Makka ashroflari ham bor edilar. Ularning barchalari vatanlaridan, yer suvlaridan, ahli ayollardan kechib Alloh yo'lida muhojirlikni ixtiyor etdilar. Ular keyinchalik yer yuzini o'zgartirdilar, turmush tasavvurini butunlay yangiladilar. Va lekin Rasululloh hanuz Makkada qoldilar, toki muhojirlar Madinaga borib o'rnashgunlariga qadar. Alloh Rasulullohga hijratni ruxsat etgandan boshlab yangi islom tarixi vujudga keldi.